Oya bu nomer nechi pul? Buni 2,5 ming atrofida olganmiz. 4 yil bo'ldi. Unda 1,5 ming olganmiz, 5 yil bo'ldi. O'sha Samarqandlik o'zi nomerlarni, chiroyli nomerlarni yoqtiradimi deyman-a? Yana ikkita mashinamizning nomeri 005. Da? Ha, u ham Obukva. Do'stlar, Samarqandliklardan отдельный like bosib boringlar va eng qizig'i Samarqandliklar ko'rayotganlarda faqat Samarqandda emas, Toshkentga ham chiqishyapti, Namanganda ham qurishyapti. Gap yo'q. O'zi nima sohadan chiqib kelgansizlar? Bizlar sohamiz akam bilan birga ishlaymiz, hamkorlikda. Bizlar qurilish sohasida 5 yil bo'ldi kirganimizga. Oldin eksportdan chiqqanmiz 2014-yildan boshlab. Doim biznes Qishloq mahsulotlarini, ha, albatta. Bundan tashqari o'zimizning farmatsevtika sohamiz bor, restoranlarimiz bor. Ko'p bizneslar bor. Ha, biznesdan faoliyati ko'p, xudo xohlasa. Anavarki gap yo'q, hammaga mana shunaqa Lexusda nasib qilsa, eng qizig'i bu birinchi qurilishingiz bo'lyaptimi shunda? Yo'q, bu xudo xohlasa 5-qurilishimiz. Birinchi qurilishimiz Toshkent shahri Yashnobod tumanida bo'lgan, u kichkina loyiha. Undan keyin Sirdaryo viloyati Yangiyer tumani, Navoiy viloyatida ikkita loyihamiz bor. Toshkent viloyatining Angrenda hozir katta shaharcha bo'lyapti.